katta cho'lda o'rtasida turib qolgan odam yoki bo'lmasa dengizning o'rtasida qayerqa suzishni bilmay qolgan odamdek tuyuladi. Oyning eng yaxshi studenti deb nomlangan taqdirlash marosimida ko'rib turganimizdan mamnunmiz. はい、皆さんこんにちは。今回、Student of the Month の表彰式ということで挨拶させていただきます。Mana g'olib bo'lgan talabalarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Bu faqat hozir mana hammalaringizni tarqab chiqishdi. Eshitib o'tirib, mana yutuqlaringizni eshitib, men o'zim juda xursand bo'lyapman. Faqat 11 kishi emas, butun JDU jamoasini, ustozlarni va qolgan senpai, ko'hay va birga o'qigan talabalarni tabriklaymiz. Ya'ni katta maqsadlarga, katta orzularga erishish uchun albatta qadamdan boshlanadi. Birinchi qadamdan o'zining harakatiga sekin intilishdan boshlaydi. Japan Digital University. O'zbekistonda o'qib, Yaponiyada ishga joylashing.